Ro'zg'or tashvishlarini qalbingga solma. Alloh yo'lida bo'l. Sen uchun shu kifoya qiladi. Qo'rqma. Rizqing kelib seni o'zi topadi. Avomun nos rizqining ortidan chopadi. Oriflar esa Razzoqning payida bo'ladi. Insonlarni necha marta kechirishing kerak. Alloh seni qancha kechirishini istaganing qadar. Alloh ko'rib turib insonning aybini berkitadi. Inson ko'rmagan narsasini olamga doston qiladi. O'zingni boshqa bir kishini o'rniga qo'yib ko'r. Yig'layotgan birovga kul va ingrayotgan birovga esa bas qil dema. Yig'laganga yelkangni tut, ingraganga esa chora bo'l. O'zingga boq, o'zingga, aslingga, so'zingga, nafsingga. O'zgani qo'y. Kim nima yedi, kim nima kiydi, senga nima? Sen o'zingni ilm bilan, sevgi bilan, shafqat bilan parvarish qil. Ana shundagina chin insonlik himmatiga yetasan. Qiyin bir davrga kirganingda va har narsa senga qarshidek ko'ringanida, bir daqiqa ham bardosh bera olmaydigan holga tushganingda aslo taslim bo'lma. Chunki ana o'sha nuqta yo'nalishning o'zgaradigan o'rni va zamonidir. Xafa bo'lma. Senga nisbatan nohaqlik qilgan hech kimsadan jahling chiqmasin. Aksincha, senga sadoqatni o'rgatganlari uchun senga xiyonat qilganlarga tashakkur et. Rost va yolg'onni ajrata olishlik imkoniyatini bergan yolg'onchilardan minnatdor bo'l. Baxtiyorlikni yanada chuqurroq his ettirganlari va har kimning hayotiga muhabbat tushunchalarini olib kirganlari uchun seni baxtiyor eta olmaganlarni doim xayr qil. Qoralar oqni farqlash uchundir. Hayot mana shu sabablar bilan yana ham go'zaldir. Ey dil, sen qanday ham bitmas tuganmas xazinasan. Ey dil, sen qanday ham davosiz bir dardsan. Ey sir izlagan inson, jon ichra jon bor, qalbingga tushib izla. Sen o'zingni o'zingdan izla. Ey sir izlagan inson, sirni har yerda izla, lekin uni tashqaridan emas, o'z botiningda izla. Aslida hayotimdagi soxta borliqlarni borligini juda yaxshi bilaman. Xohlasam bir zumda ulardan qutulishni ham bilaman. Ammo buncha soxtaliklarni mening samimiyatimga ehtiyojlari bor. U tug'ilganida otasiga jannat eshiklari ochiladi. Turmushga chiqqanida eri dinining yarmini himoya qilgan bo'ladi. Farzand ko'rganida esa jannat oyog'ining ostida bo'ladi. Allohning bu sirli xilqatini erkaklar hech qachon tushuna olmaydilar. Inson chorasiz emas, duosizdir. Chumollarning g'imirlashini biladigan, sasini ham eshitadigan Robbimiz qalblarimizning astoydil faryodini eshitmaydimi? Albatta eshitadi. Sayoz suvlarni eng yengil shamol ham to'lqinlantira oladi. Chuqur dengizlarni esa faqatgina chuqur dardlar. Angladimki, chuqur va sir asrorli bo'lgan har bir narsa sukut saqlaydi. Va yana shuni angladimki, sukut saqlagan har bir narsa chuqur va haybatli.